Assalomu alaykum, hurmatli chambardoshlar, yaxshimisizlar? Yangi yillarni yaxshi kutib oldinglarmi? Mana nasib bo'lsa 1-yanvar sanasidan boshlab videolarni yuklashni boshlayapmiz. Nasib bo'lsa 2026-yil Spark minamanligilar uchun mana sizlar uchun bitta Spark taxlab turibmiz. Shu Sparkni sizlar uchun havola etaman. Ko'rib tomosha qilinglar. Ma'qul kelsa xarid qilishlaringiz mumkin. Spark avtomashinasini dehqondan uydan sotib yuboradi. Kimda kim qiziqsa shu videoni oxirigacha ko'rib, layklarni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Narx-navolari haqida sizga ma'qulmi yo ma'qul emasmi, shu haqida men uchun juda ham qiziq. Siz yaqinlaringiz, do'st birodarlaringiz Spark avtomobil izlab yurgan bo'lsa, ana shularga shu videoni tashlab qo'ysangiz yoki tavsiya qilsangiz, ko'rib ma'qul kelsa, mana shu telefon pastdagi telefon raqamlariga opisiyanida ham qoldiraman, nasib bo'lsa yoki kommentariyada ham qoldiraman. Ko'rib telefonlashib o'tishlaringiz mumkin. Barchalaringizga maroqli video tomosha tilab qolaman. Bizni kanalda yo'rg'alashmanglar, layklarni bosinglar, podpiskalarni bosinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Kutib qolaman sizlardan reaksiyalaringizni. Hammalaringizga omad. Yangi 2026-yil hammaga omad, baxt, saodat keltirsin. Kim nimaga niyat qilgan bo'lsa, niyatiga erishsin. Mana marhamat, sizlarga Spark tomosha qilishlaringiz mumkin, xarid qilinglar. Hurmatli chambarakdoshlar, sizlarga Spark avtomobili taqdim etamiz. Xudo xolasa, ko'rib turganlaringizdek, rangi oq rangdagi Spark birinchi pozitsiya. Bitta atroflarni aylantirib ko'rsataman sizlarga, keyin to'liq ma'lumotlarimni yetkazaman. Avtomobilimizda shapaloq diskga qo'yilgan 5 talik balonlari ham chotki zo'r turibdi, yangi turibdi. Holatlari ideal turib, yaxshi, normal. Kraskasini kelib ko'rib olasizlar. Nasib bo'lsa o'zlar egalari buncha bilmaydi. Bir jiyanidan olgan mashinani o'zlar minib haydab yuradi. Mana avtomobilni ko'rib turibsizlar, holatlari normal holatda turibdi. Ichkarilariga ham kirib ko'ramiz. Hozir sizlarga tanishtirib o'taman ichkarilari. Avtomobilimiz metanda yuradi. Balon 65 talik. Ketdik, ana ichkariga ko'ramiz. Ichkari avtomobil holatlari prostoy misrobga mahsul holatchalari, o'zini rullari, o'zini nimalari, probegini ko'rsataman. Probeglari mana 3 kurukdan zalziyotroq yurib bergan. Mexanika korobka, sidinalari, chexollari, yangi chexol olib kelgan ekan, chexollarni ham polni qo'yib beradi. Va tepalari ham alkantara qilingan. Holatchalar yaxshi turibdi. Ssenasi normal, ko'p qiynalgan avtomobil emas. Sizlarga hozir motorini ham ko'rsataman, keyin hatto yana podrobni ma'lumotlarni berib o'taman. Mana motor holatlarini ko'rib turibsizlar, kichkina motor qo'yilgan. Birinchi pokoleniya metan gazlari o'stiroq qilingan, top-toza, ideal holatda turibdi. Avtomobil ana holatchalari yaxshi. Normal sosteniya. Kraskasini yuqorida aytib o'tgandek, kirib ko'rasizlar, uncha kraskasi bilmaydi, kraskasi haqidaligini. Mana holatlarini ham podrobni ko'rsatib boraman. Xo'sh, hurmatli chambarakdoshlar, avtomobil haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Yana bir boshda avtomobilimiz yili 2012, metan gazlar bilan jihozlantirilgan, 65 talik metan gaz bilan jihozlantirilgan, birinchi pokoleniya, 3 kurukdan ziyod yurgan, mexanik korobka, balonlari yaxshi holatda turibdi, ko'rsatdim. Mana ko'rib turganlaringizdek shapaloq diskalar o'rnatilgan. Avtomobil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qo'shpa mahallasi qarashli Quloq qishlog'ida turibdi. Mana shu pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar. Narxini aytib o'taman sizlarga. Narxini 4800 deyapti. Kelishtirib, mana uydan dehqon uydan kelib savdolashib bemalol olib ketishlaringiz mumkin. Agar ma'qul kelsa, narxlari to'g'ri kelsa, tushib beradigan, o'tib beradigan joyi bor. Kelishib, telefonlashib, aloqalashib gaplashishlaringiz mumkin. Video oldidan bitta dona like va podpiska, kommentariy qoldirasizlar degan umiddaman. Sizlarga yaxshi omad. Hammaga yangi yil muborak.